O'sha mashhur bo'lib ketgan Xitoy 2 Optum bozorimizni, ya'ni O'zbekiston bo'yicha eng arzon kiyim-kechak bozorini obzorlarni yana bir bor qilib chiqamiz. Bu bozor haftaning payshanba, yakshanba kunlari ertalabki 7-8 dan boshlanadi, to kechki payt 8-9 xuftongacha bo'lyapti. Betskichalar chiqib qoldi, pachkaga 100 ming so'mdan ekan. Pas ekan pachkaga 32 ming. Alga ekan mana pachkaga 32 ming. Biga 9 ming so'm qilib berar ekan bilaman. Necha pul dedingiz? 5 ming. Pachkaga, donaga ham pachkagami? Ha, Larimiz 30 da kichkina. 35 pachkaga. Nacho'z. 28 dan kichkinalari. 21. Mana ranglar bor to'xtanadi. Ikkitali rasmiymi? Sizlar Optumga 90 ming so'm ekan. 12 xil rasvetkasi va 10 ming qilib berasiz buni. Ye bilan 12 ming so'mdan ekan. Shapkalar. Betlar chiqdi. Qalin materiali 90 ming. Mana bu Payabzal bozori, bitta narxlarni ham bir tanishtirib o'tamiz. 24-29 58 ming. 30 no'ya bor ekan, bular mana pachkaga 80 ming so'm. 44-45 gacha ekan. Güzel Optum bozoriga ham kelaverasizlar. Narxlar masha arzon. Eng Optum narxlarida. Bular ekan bular 9 ming so'mdan ekan pachkaga. Mana pachkaga 4 ming so'mdan ekan. Bular pachkaga 45 ming so'm ekan. Pachkalar 35 ming, 45 ming. Ana shunaqa ekan. 45 ming so'mdan ekan tanlab olish. 45 ming. Sochiq, mana shunaqa narsalar ham Optum bor. Mol bozoridagi narxlar vashshi gapirmasa ham bo'ladi. Narxlar vashshi arzon bo'ladi debdi. 4 ming, 3 ming, 5 ming, 6 ming, 7 ming. Kechqurunda yurgis. Biz O'zbekiston bo'yicha Liboy joyda Abu Sahima solishtiraverasizlar narxlarni. Vashshi arzon bo'ladi debdi Optum bozori.